Tajvid nima? Tajvidni o'rganishga qancha vaqt ketadi? Nima uchun tajvidni o'rganishimiz kerak? O'zbekcha yoki kirilcha harflarda yozilgan suralar nima qilinadi? Qachon chiroyli ovoz bilan o'qiydigan bo'linadi? Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bu darsdan tajvid darslarini noldan boshlab o'rganishni boshlaymiz. Bu darslar kimlar uchun? Tajvidni oldin o'rganmagan yoki bo'lmasa o'rgangan, esidan chiqib qolgan yoki bir yengil takrorlab olishni xohlaganlar uchun. Agar siz hozir umuman harf tanimaydigan, ozgina bo'lsa-da qo'shib o'qishni bilmaydigan bo'lsangiz, bunga alohida darslar qilingan mana shu kanalda bor. Alohida playlist, o'shani ko'rib, qaytadan bu darslarni ko'rib ketishingiz mumkin. Harflarni juda ham zo'r o'rgangan bo'lishingiz shart emas, ya'ni juda ham sifati bilan, maxraji bilan o'rgangan bo'lishingiz shart emas. Qo'shib o'qishda juda tez bo'lishingiz shart emas. Lekin muhimi harflarni tanishingiz, ozgina bo'lsa-da qo'shib o'qishni bilishingiz kerak. Bu darsimiz tajvid darslariga kirish qismi. Bunda tajvid o'zi nima yoki bunga oid ko'p uchraydigan savollar, umumiy darsimiz qanday holatda ketadi, mana shularni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Darslar tartibi ikki xil usulda tushuntiriladi: oddiy va o'rtacha. Oddiy usulda juda sodda qilib tushuntiriladi va tamalar, qonun-qoidalarga ko'p to'xtalmaydi. Chunki buni ko'pchilikka oson bo'lishi uchun qisqa qilib o'tib ketilinadi. Muhimi tezroq o'qish, o'rganish. Va shu videolarda, darslarda ikkinchi qismi bo'ladi. Bitta videoni ikki qismga bo'lib o'rgatiladi. Ikkinchi qismida nisbatan ko'proq ma'lumotlar beriladi. Qonun-qoidalarga ozgina to'xtalamiz. Ko'proq tushuntirishlar beriladi. Shunda birinchi oddiyroq usulda tushunib, xohlasa sal to'liqroq ma'lumot ham olishi mumkin bo'ladi istagan odam. Endi yuqori darajadagi usul bu bo'lmaydi. Ya'ni buni o'tmaymiz darslarimizda. Har bitta narsaga maydalab to'xtaladigan bo'lsak, bu birinchidan juda ko'p vaqt oladi va ikkinchidan buni ko'pchilikka malol kelib qoladi. Bunaqangi holat. Shuning uchun tezroq o'qishga tushirish uchun tezroq ana shu eng muhim kerak bo'lgan narsalarni o'rgatishga diqqatimizni qaratamiz. Bu darslar yetarli bo'ladimi? Ha, o'qish uchun yetarli bo'ladi, lekin bu yuqori darajadagi usul faqat qori bo'laman deganlar uchun yoki tajvid ilmini chuqurroq o'rganaman deganlar uchun bo'ladi. Shuning uchun biz oddiy va o'rtacha usul bilan kifoyalanamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tajvid nima? Buni birinchi oddiy sodda usulda tushuntiradigan bo'lsam. Tajvid bu Qur'onni to'g'ri o'qish. Qisqacha mana shu. Qur'onni to'g'ri o'qish. Endi o'rtacha, nisbatan batafsilroq to'xtalgan usulga o'tadigan bo'lsak, tajvid so'zi arab tilida yaxshilash, chiroyli qilish yoki go'zal qilish ma'nosida keladi. Endi ulamolar bergan ta'rif bo'yicha Qur'on harflariga, ya'ni har biriga o'z haqqini berib, joydan chiqarib o'qish. Ya'ni o'zini maxrajidan chiqarib, o'zini sifatlari bilan o'qish. Mana shu tajvid deyilgan. Yoki keyingi berilgan tavsif bu Qur'oni Karimni to'g'ri, chiroyli va qoidalarga rioya qilgan holda o'qish ilmi. Ana shu tajvid ilmi, tajvid darsi. Umumiy yana xulosa qiladigan bo'lsak, bu ilm Qur'onni Alloh taolo nozil qilgan ekan payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanday nozil qilingan bo'lsa, mana shunday o'qishni o'rgatadigan ilm. Tajvidni o'rganishga qancha vaqt ketadi? Bu nisbiy narsa, ya'ni hammada har xil bo'lishi mumkin. Asosan bir kunda qancha vaqt sarflanishiga bog'liq. Aytaylik, har kuni 2 soatdan sarflanadigan bo'lsa, harflarni o'rganib, qo'shib o'qishni o'rganish uchun 1 oy va yana tajvid qoidalarini o'rganish uchun qo'shimcha 1 oy, jami 2 oy ketadi. Bu standart holat, ya'ni 3, 4, 5 ga o'qiydigan odam deydigan bo'lsak, 3 ga o'qiydigan odam uchun ham to'g'ri keladi degani. Ya'ni bu bundan tezroq o'rganilishi mumkin. Bundan nisbatan ko'proq vaqt olishi ham mumkin. Lekin mana shu har kun 2 soatdan sarflanadigan bo'lsa, 2 oy juda ham yaxshi standart holat. Ko'pchilik 1 oyda ham o'rganib oladi. Biz umumiy ko'pchilikda hisobini olib, ya'ni umuman o'rganmagan odamlarda hisobini olib aytyapmiz. Va bu 2 oy degani tajvidni to'liq o'rganib bo'ladimi desa, yo'q, buni to'liq o'rganib bo'lmaydi. Va to'liq o'rganishga hamma majbur emas. Muhimi o'qiy oladigan darajada bilsa bo'ldi. Xatosi o'qiy oladigan darajada bilib olsa bo'ldi. Har bitta qonun qoidalarni yodlab chiqib, o'rganib chiqish shart bo'lmaydi. Misol uchun, masjidda hamma namoz o'qiydi, lekin imom bitta bo'ladi. Namozni ichidagi har bitta mayda juda narsani har bir namozxon ham bilmaydi. Uni kamdan kam odam ikirchiga hamma yo'qigacha biladi. Mana shunday tajvidda ham hamma ilmini to'liq o'rganish uchun vaqt ketadi.
lekin xatosiz o'qishni o'rganib olish uchun, yaxshi holatda o'rganib olish uchun 2 oy yaxshi muddat. Nima uchun tajvid o'rganishimiz kerak? Misol uchun o'zbekchada, kirilchada yodlaganlar bor. Mana shu holatda turaversa bo'lmaydimi? Nima uchun arab harflarini, qo'shimcha tajvid qoidalarini o'rganishimiz kerak deyiladigan bo'lsa, bu tajvid o'rganish Qur'onni to'g'ri o'qish uchun kerak. Tajvidsiz, arab tili harflarsiz Qur'on o'qiladigan bo'lsa xato qilib ketilinadi. Misol uchun arab tilida 3 xil s bor, sod bor, sin bor, fa harfi bor. O'zbek tilida bir dona s bor xolos. Bu harflarning o'rnini o'zgartirish ma'noni o'zgartirib yuboradi. Yoki 4 xil holatda z bor. Dod harfini z yozamiz, z harfini z yozamiz biz o'zbek tilida. Zoni ham, zalni ham hammasini biz bittada z qilib yozamiz. Dod harfi misol uchun dal harfi bilan, zo harfi bilan almashib ketadi. Yoki bo'lmasa 3 xil h bor, bizda 2 xil xo, ha, ha. Hattoki misol uchun bizda yumshoq h, gohida mana shu yumshoq h ga, gohida h ga o'zgartirib yoziladi. Qaysi birida o'qishni bilmay qolasiz. 2 xil t bor, bizda 1 xil t bor. Yoki ayn harfi bor. Bizda ayn harfini doim a harfiga o'zgartirib o'tib ketamiz. Hamza bilan aynda bir xil a da yoki i u da yozamiz. Bular ma'noni keskin o'zgartirib yuboradi. Mana shuni hisobidan arab tili harflarini, maxrajlarini, sifatlarini tajvidda yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Mana shunday holatda o'qilinishi kerak. Qisqacha o'zbek tili bu arab tili emas. Bu tillar bir-biridan farq qiladi. Hattoki misol uchun o'zbek tilida ham bir harfni boshqasiga almashtiriladigan bo'lsa, ma'no keskin o'zgarib ketadi. Xuddi shunday arab tilidagi harflar ham o'zgartiriladigan bo'lsa, ma'no o'zgarib ketadi. Endi mana shu o'zbekcha yoki kirilcha harflarda yozilgan suralar nima qilinadi desa, bularni tajvidda o'rganib, qaytadan yodlab, to'g'rilab ketish kerak. Tajviddagi har bitta qoidani yodlash shartmi? Yo'q, shart emas. Muhimi to'g'ri o'qishni bilsangiz bo'ldi. Aytaylik, bir oyatdagi har bir qoidani ajratib bera olmaysiz, lekin to'g'ri o'qiy olasiz. Shuni o'zi yetarli. Misol uchun sizga o'zingiz tilingizda bir kitob berilib, buni o'qib ber desa, o'qib ketaverasiz, lekin har bitta qoidani ajratib ber. Qaysi qoida deyiladigan bo'lsa, juda ko'pchilik ajratib bera olmaydi, lekin o'qiyveradi. Xuddi shunday Qur'onda ham o'qiy olish yodlashdan ustun turadi. Agar ham yodlab, ham uni tatbiq qiladigan bo'lsangiz, bu eng yuqori daraja, eng yaxshisi. Qachon chiroyli ovoz bilan o'qiydigan bo'linadi? Birinchi, to'g'ri o'qish o'rganilinadi, ana undan keyin chiroyli o'qish o'rganilinadi. Agar buni 4 bosqichga bo'ladigan bo'lsak, birinchi harflarning maxrajlari va sifatlari o'rganilinadi, undan keyin tajvid qoidalari o'rganilinadi. O'zi shekka yetganda ovoz ancha chiroyli bo'lib qolgan, o'rniga tushib qolgan bo'ladi. Ana undan keyin ko'p o'sha qorilarda eshitadi, o'zi ko'p o'qiydi, tajvid qoidalari, harf maxrajlari va sifatlari tiliga o'rnashib, oddiylashib qoladi. Mana shu taqlid qilishda o'zi yoqtirgan qorilar, ya'ni to'g'ri o'qiydigan, chiroyli o'qiydigan qorilar tanlab olib, o'shalarga taqlid qilishda boshlaydi. Sekin-sekin mana shuni davomida o'zini ovozini, o'zini ohangini topadi. Shu bosqichda mana shu chiroyli o'qish boshlanadi. Tushunarli-a? Agar buni uy qurishda misol keltiradigan bo'lsak, avvaliga poydevori quriladi, atroflari o'raladi va oxiriga yetganda keyin odam o'zini holatiga qarab ishlov chiroy beradi. Xuddi mana shunday tajvid bu uyda poydevorlari, atroflari o'ralgan holati bo'lsa, chiroyli ohang berish ana shu atroflarda o'ziga xos chiroyli holatda ranglar bilan yoki qo'shimcha dizayn, mebellar bilan ishlov berish bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar va tavsiyalar. Tajvid ilmini o'rganishda yosh bahona bo'lmaydi. Qancha yoshligida o'rgansa shuncha yaxshi, lekin yosh o'tgandan keyin endi meni aqlim qabul qilmaydi deb o'rganmaslik bu bahona bo'lmaydi. Chunki bu qiyin ilm emas, o'rgansa bo'ladigan ilm. Hech bo'lmaganda uzrli bo'lib turasiz. Chunki tajvid ilmini Qur'onda to'g'ri o'qishni o'rganish har bir musulmon uchun farzi kifoya, ya'ni har bir odam bilishi shart bo'lgan narsa. Keyingi maslahat bu ustozga o'tkazib olishga harakat qilishingiz kerak. Ustoz topishga harakat qilishingiz kerak. Agar boshidan ustoz bilan o'rgansangiz juda yaxshi, lekin u ko'pincha qorilarda yoki bir boshqa ilmli odamlarda sizga noldan boshlab o'rgatishga vaqti bo'lmaydi, imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun hozirdan o'zingizda boricha, xoh bu videolarda ko'ring, xoh boshqa videolarda ko'ring, o'rganishga, mustaqil o'rganishga harakat qilib turing. Ustoz uchraganda ustozga ham oson sizga o'rgatishga, chunki baza bor, o'zingizga ham oson, tezroq, ko'proq narsani o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi maslahat bu ko'proq eshiting. Qur'on qiroatlarini o'zingizga yoqqan qorilarda, to'g'ri o'qiydigan qorilarda ko'proq eshitishga harakat qiling. Bu sizga ham mana shu qoidalarni yaxshi o'rganishga,
ham tezroq yodlashga, o'qishga yordam beradi, osonlashtiradi. Agar sizda qandaydir savol bo'ladigan bo'lsa, videoda izohlarda, kommentariyada qoldirishingiz mumkin yoki Telegram kanalimizda bot bor, ana shu bot orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Va qaysi mavzularni yoritib ketishimizni, ko'proq to'xtalishimizni xohlasalaring, ularni ham yozib qoldirishlaring mumkin. Keyingi darslarda bosqichma-bosqich o'rgatib ketishga harakat qilamiz. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin va manfaatli ilm bersin. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.